Koreyada bu universitetga o'qishga kirsangiz 100% viza olasiz desam ham bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz nega bunday deganligimni bilib olasiz. Koreyadagi Konkuk universiteti, buni universitet deyishga ham odam uyaladi. Bitta shaharcha bo'lib yotibdi. Hududi juda ham katta. Universitetda 2 metro bekati va naqd 3 ta futbol stadioni ham bor ekan. Qoyil. Universitet Seulning markazida joylashgan. Hattoki Koreyadagi eng baland bino Lotte Tower ham ko'rinib turar ekan. Universitetda yo'q sohani o'zi yo'q. O'zingizlarni qiziqtirgan barcha sohada o'qisangiz bo'ladi. O'qishga topshirish uchun esa sizda ingliz tilidan IELTS kamida 6 yoki koreys tilidan TOEFL kamida 3 darajasi bo'lsa yetarli. Eng qizig'i, universitetga kirsangiz, elchixona hech qanday bank shot yoki ota-ona rasmiy ish joyidan ma'lumotnoma kabi ortiqcha bosh og'riq hujjatlar so'ralmaydi. Shu sabab deyarli 100% viza olasiz desa ham bo'ladi. Konkuk universitetida bahorgi semestr uchun qabullar ochiq. Forward Agency rasmiy hamkor sifatida 50 ta talaba uchun joylar bor. Hoziroq aloqaga chiqing.